Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salot va salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik tafsirdan bo'lib kelayotgan darsimizda, o'tgan safargi suhbatimizda Voqea surasini tafsirini boshlagan edik hamda 41-oyatga kelib to'xtagandik. 41-oyatda Alloh taolo aytadiki: "Va ashabu shimali ma ashabu shimal." Noma amallar chap qo'ldan beriladigan, ya'ni chap qo'ldan deganimizda aslida oyatlarda chap qo'ldan orqa tomondan beriladi. Bunday bo'lgan kimsalar insoniyatda aksariyatini tashkil qiladi. Ana o'shanday bo'lgan kimsalar kim ekanligini bilasizlarmi deb Alloh taolo ularni pastga urgan holatda bayon qilib beradi. Ularni keyin oqibatlari haqida bizlarga aytadiki: "Fi samumin va hamim." Ana endi insonni etini junjiktirib yuboradigan, qalbini dahshatga, qo'rquvga solib qo'yadigan darajadagi azob uqubatlarni turini ayrimlarini Alloh taolo bayon qilib beradi. Ularning oqibati fi samum. Samum degani bizda garimsel deb aytamiz. Juda ham qattiq, issiq bo'ladigan shamol. Bu shamol jahannamdan keladigan shamol. Shuning uchun u insonlarga juda qattiq ta'sir qiladi. Hamma yo'qlarini yorib yuboradigan darajada juda ham qattiq, issiq bo'lgan shamollar bo'ladi. Fi samumin va hamim. Hamim ya'ni juda ham qattiq, qaynoq bo'lgan suvlarni aytiladi. O'shandek ularga jahannamga tushar vaqtidan chanqoq vositalari uchun qaynoq suvlarni berilishligi. Bu qaynoq suvlar mana hadislarda, boshqa oyatlarda ham keladi. Uni ichgandan keyin ichini tilka pora qilib yuboradi. Uni ichishga ham majbur, sababi ichida alanga bo'ladi. Va zillim min yahmum. Hamda ularga jahannamda tutunidan bo'lgan soyalar bo'ladi dedi. O'z aslida soya insonga salqinlik beradi. Lekin jahannamdagi bo'ladigan bunday soyalar insonlarga rohat emas, balki aksincha qattiq azoblarni bo'lishiga sabab bo'ladi. Soya salqin bermaydi, shuning uchun la baridin va la karim. Bu hech qanaqangi soya salqin ham, shunday insonga yoquvchi ham bo'lmaydi deb Alloh taolo aytib o'tadi. Demak, ular uchun soyalar bo'lar ekan, lekin u soyalar insonga salqinlik bermas ekan. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Ana undan keyin Alloh taolo ularni ayrim azoblarini bizlarga bayon qilib bergandan keyin nima uchun bular jahannamga tushib qolishdi? Nima uchun bularga bunday azoblar duchor qilinadi? Endi do'zaxga tushganlar ham o'shanga yarasha amal qilgan bo'ladi. O'shanga yarasha sabablarni sodir etganki, ular oqibati do'zaxga hukm qilingan bo'ladi. O'shalarni birinchisida aytadiki Alloh taolo innahum kanu qabla zalika mutrafin. Ular bundan oldin, ya'ni dunyodagi paytlarida maishatxo'r kimsalar bo'lgandi deydi. Demak, ular birinchi sabablari maishatxo'r bo'lganligi. O'zi aslida inson maishatxo'r bo'lishligini o'zi kifoya qiladimi do'zaxga borishlikka? Yo'q. Maishatxo'r bo'lishligi ko'pincha insonni buzg'unchi bo'lishiga sabab bo'ladi. Boshqalarning haqqiga kun kechirishga, boshqalarga zulm qilishiga olib boradi. Demak, ularni Alloh taolo birinchi sifatlarda aytib o'tyapti, maishatxo'r bo'lgan deb. Lekin hamma do'zaxga tushadiganlar maishatxo'r bo'lganmi? Yo'q, bunday emas. Aslida o'sha maishatxo'r bo'lganlar insonlarni Allohning dinidan to'sgan, odamlarni yomonlikka buyurgan. Ana o'shandan qolganlar ularga ergashib turib, ular bilan birgalikda aksar insonlar do'zaxga tushadi. Buni jamiyatlarda ham ko'rsak bo'ladi hozirda. Demak, asosan dinga qarshilik qiladiganlar jamiyatdagi yuqori mansabdor bo'lgan kimsalar bo'ladi. O'shalar tomonidan odamlarni dindan to'siladi, dindan uzoqlashtiriladi. Bu esa borib turib ular ham o'z-o'zidan, xalq ham ularga ergashgan holatda o'shandek dinsiz yoki dinni yomon ko'rgan holatda, dinga qarshi bo'lgan holatda yashab o'tadi. Oxir-oqibat bir-birlarini malomat qilgan holatda ular hammasi do'zaxga tashlanadi. Bu haqida Alloh taolo Ahzob surasi boshqa suralarda bayon qilib o'tgan. Va kanu yusiruna alal hinsil azim. Demak, ular maishat buxor bo'lgandan keyin ana endi
katta gunohlarda mahkam turishi bo'lgan dedi. Ya'ni katta gunoh qaysi? Katta gunoh birinchi navbatda shirk, kufr, munofiqlik, odamlarni haq dindan to'sishlik, mana shunday ishlarda ular bardavom bo'lgan, mahkam turib qilgan. Ana o'shandek kimsalarga asosan jahannamdagi azob uqubatlar hozirlab qo'yilgandir. Yana bularni do'zaxga tushishligi sabablaridan birisi, uchinchisi, shuningdek ular aytishar deb Alloh taolo o'sha paytdagi Makka mushriklarini xosatan iroda qilib aytadi. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Ular oxiratni inkor etishardi, qayta tirilishni inkor etishardi. Bu bor e'tiborni mana shu dunyoga qaratgandi. Ular oxiratni, u joydagi bo'lgan hisob-kitoblarni eslab ko'ngillarini g'ash qilishni istamasdi. Buni boshqa birovlardan ham eshitishni istamasdi. Mana shunday bo'lgan. Chunki ularni o'lim haqida aytiladigan bo'lsa, qiyomatdagi hisob-kitob aytiladigan bo'lsa, ularning mazasini qochirib qo'yardi. Shundan aytishadiki, bular oxiratga iymon keltirmagan holatda, agar biz mabodo vafot etib ketadigan bo'lsak, va kunna turoban, tuproqqa aralashib ketsak. Vafot etgandan keyin inson odatda qabrga qo'yiladi. Bir muddatdan keyin esa u tuproqqa aralashib ketadi. Va izoman, suyaklarga aylanib qoladigan bo'lsak, insonda skelet qoladi. Ana o'shanday holatga yo'liqadigan bo'lsak ham, yerga qorishib ketadigan bo'lsak, badanimiz, terimiz butunlay chirib, suyakka aylanib ketadigan bo'lsa, qanday qilib biz qayta tirilishimiz mumkin deb Alloh taoloni yaratishga bo'lgan qudratini bular inkor etishardi. Go'yoki Alloh taolo shuncha narsaga qodir bo'lgan zot insonni qayta tiriltirishga qodir emasdek bular tasavvur qilishardi. Awa abauna al-awwalun. Shuningdek bizdan oldin o'tib ketgan ota-bobolarimiz, ular demak qabrlarda yo'q bo'lib ketgan, ular ham qayta tiriladimi? Shunday deb masxara omuz suratda payg'ambarlariga aytishar edi. Shunda Alloh taolo aytadiki: "Qul innal awwalina wal akhirin." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Nafaqat sizlar, nafaqat ota-bobolaringiz, balki avvalgilar va oxirgilar. Avvalgilar Odam alayhissalom bo'lsin, u kishidan keyin kelgan insonlar, oxirgilar, oxir zamongacha yashaydigan odamlar hammasi, erkak-u ayollar, qari-yu yoshlar, katta-yu kichiklar bo'lsin, boy kambag'al bo'lsin, hammasi qiyomat kunida la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, ma'lum bo'lgan kunda uchrashuvga, ya'ni qiyomat kundagi Alloh taoloning huzurida turishga hammasi jamlanadi dedi. Demak, Alloh taolo butun insoniyatni barchasini jamlaydi. Endi ko'nglaringiz o'rniga tushdimi degandek. Biz ota-bobamiz qayta tiriladimi deganda nafaqat sizlar, balki Alloh taolo butun insoniyatni qayta tiriltiradi dedi. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. So'ng ey zalolatga ketgan, adashgan, oxiratni, Allohga iymon keltirishni yolg'on deyotgan, payg'ambarini yolg'onga chiqarayotgan, uni risolatini inkor etayotgan kimsalar, sizlar do'zaxga tushasizlar. Oqibatlaringiz do'zax bo'ladi. Shunda sizlar la'akiluna min shajarin min zaqqum. Do'zaxga tushgan paytlaringizda, ana endi sizlar qo'shtirnoq ichidagi mehmondorchiliklaringiz haqida bir eshitib qo'yinglar. Sizlar zaqqum daraxtidan yeysizlar dedi. Zaqqum daraxti jahannamda qa'rida o'sadigan daraxt. Mushriklar ham ta'jubga tushardi. Qanday qilib olovni ichida daraxt o'sishi mumkin deb. Ha, Alloh taolo o'stirib qo'yar ekan. U jahannamga tushadiganlarning taomi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo inna shajarataz zaqqum ta'amul athim. Gunohkor bo'lgan, jahannamga tushgan odamlarni yeydigan ozuqasi bo'ladi dedi. Demak, inson u daraxtdan yeydigan bo'lsa, u daraxt insonning ichida xuddi qaynoq suv qaynaganidek insonning ichini qaynatib yuboradi. Boshqa bir oyat karimada esa uni mevalari bo'ladi. Mevalari shaytonning kallalariga o'xshaydi deb keladi. Ana o'shandek juda ham jirkanchli bo'lgan, juda ham badbo'y bo'lgan, insonga hech qanday bir ozuqa bo'lmasdan aksincha ichini tilka pora qilib yuboradigan azob sifatida daraxtdan insonlarga taom qilib beriladi. Insonlar yeydi. Och qolganidan nima narsani bo'lsa yeydi. O'shandek ular zaqqum daraxtidan yeydilar deb aytdi. Famali'una minhal butun. Undan
undan qorinlarini to'ldirib oladilar dedi. Qorinlarini to'ydirib oladilar emas, inson taom yesa to'yadi. Lekin u taom o'rnida o'tmaydi, faqat qornini to'ldirib qo'yadi xolos. Shuning uchun Alloh taolo jahannamda o'sadigan o'sha daraxtdan, zaqqum daraxtdan ular qorinlarini to'ldirib olishadi dedi. U insonning ichida endi alanga bo'lib yonadi. Juda ham qattiq tashnalik holatiga keladi inson. Bunda nima qiladi? Fasharibuna alayhi minal hamim. Uni ustiga qaynoq suvlardan ichadi dedi. Qaynagan insonda aytganimizdek ichiga tushsa, ichaklarini tilka pora qilib yuboradigan darajadagi qattiq qaynoq bo'lgan suvlardan ichadi. Boshqa iloji yo'q. Ichganda ham fasharibuna shurbal him. To'yganini, qonganini bilmaydigan tuya kabi shimirib ichadi deb aytadi. Demak, tuyada bir kasallik bo'lar ekan. U kasalligi sababli tuya ichayotgan suvni nazorat qila olmaydi ekan. Ichaveradi ekan. Shunday kasallik bo'lib qolar ekan. Oxiri qorni shishib ketib, halok ham bo'lar ekan. Xuddi o'shanga o'xshagan. Ichidagi tashnalik juda ham qattiq kuchli bo'lganligidan shimirib bu suvni, qaynoq bo'lgan suvni ichadi. Endi u qaynoq bo'lgan suv esa insonni aytib o'tganimizdek ichaklarini, ishlarini tilka pora qilib yuboradi. Qayta bu holat sodir bo'laveradi. Qorni tez ochadi, zaqqum daraxtidan yeydi, ichini kuydiradi, yondiradi, uni ustiga qaynoq suvlardan ichadi. Shundan aytdiki Alloh taolo: "Hada nuzuluhum yawmaddin." Bu ularning qiyomat kunidagi qo'shtirnoq ichidagi ziyofati bo'ladi dedi. Demak, arziydimi ey insonlar, sizlar dunyoda buzg'unlik qilib, odamlarni dindan qaytarib, to'sqinlik qilib narsalarda, shuningdek Alloh taologa iymon keltirmasdan, ibodat qilmasdan, payg'ambarini, risolatini inkor etib, zulm qilib yashab o'tganinglar sizlarga qondiradimi endi? Shunday azob uqubatga borishinglarga arziydimi endi u narsalar? Yuqoriga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo ikki toifani zikr qilib o'tdiki, ular Allohning rahmatiga erishadigan. Birisi peshqadamlar, ikkinchisi omma mu'min bo'lgan kimsalar. Nomai amallari o'ng qo'ldan berilgan kimsalar. Ularga beriladigan mukofotlarni juda bir chiroyli bo'lgan suratda Alloh taolo bayon qildi. Nahnu xalaqnakum falawla tusaddiqun. Mushriklarga xitob qilib yana Alloh taolo aytadiki, ya'ni ularni Allohga iymon keltirmayotgani, payg'ambarning risolatini qabul qilmayotganligi, oxiratni inkor etayotganligi u qadar darajada mantiqiy emas edi. Ular bu holat haqida chuqur izlanib ham ko'rmayotgan, quloqlarini bekitib, uni eshitishdan o'zlarini chalg'itayotgan kimsalar edi. Alloh taolo ularga munozara suratida aytib o'tadiki, biz sizlarni yaratganmiz dedi. Mushriklarga sizlarni kim yaratgan desa Alloh deb aytishardi. Sizlarga kim rizq beradi desa Alloh deyardi. Yer osmonlarni kim yaratgan desa Alloh deb aytishardi. Allohni tanishardi. Lekin ibodatlarda Allohga shirk keltirishardi. Shundan Alloh taolo aytadiki, biz sizlarni yaratganimiz, sizlar e'tirof etasizlar. Falawla tusaddiqun. Qayta tirilishni ham tasdiqlab qo'ysinglar bo'lmaydimi? Qayta tirilishga ham iymon keltirsalaringiz, payg'ambarimiz, risolatimizni qabul qilib uni ham tasdiq etsalaringiz bo'lmaydimi sizlar? Ana undan keyin Alloh taolo mushriklarni haqiqatdan ojiz ekanligi, Alloh taolo hamma narsaga qodir zot ekanligini bayon qilib o'tadi. Ular Alloh taoloni yuqorida aytib o'tganimizdek, biz chirib yo'qib ketadigan bo'lsak, qanday qilib bizni qayta tiriltiradi deb Alloh taoloni qayta tiriltirishga bo'lgan qudratini inkor etishardi. Go'yoki ular bu narsaga ishonishmasdi. Alloh taolo bunga qodir emas deb o'ylashardi. O'shandan Alloh taolo o'zining qudratini ularga bayon qilib beryapti endi. Aytadiki, afaroaytum ma tumnun. Sizlarda chiqadigan o'sha mani suvini ko'ryapsizlarmi? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? O'sha manini sizlar yaratlaringizmi yoki biz yaratdikmi deydi. Ozgina o'sha mahin bo'lgan suv deyotganda bir tomchi suv, u sizlar uni yaratib oldilaringizmi yoki biz yaratdikmi? O'sha suv haqida bir tafakkurga Alloh taolo chorlaydi. Endi ehtimol u paytlarda insonlar bu narsaga yuzaki qaragan bo'lishlari mumkin. Sababi uni tekshiradigan ularda laboratoriyalar bo'lmagan.
Ana endi hozirgi paytda laboratoriyalarda ular tekshiriladigan bo'lsa, insondagi o'sha bir tomchi suv keladigan bo'lsa, unda millionlagan, ya'ni hujayralar bo'lishligi. Millionlagan 200 millionmikin deb aytishadi. Faqat ulardan bittasigina ayol bachadoniga borib o'sha yerda o'rnashadi, shu bilan farzand bo'ladi. Qolganlari tomchi suvga ozuqa bo'lib ketadi yoki o'z tashqariga chiqib ketadi. Alloh taolo ularni ojiz ekanligi hamda Alloh taolo hamma narsaga qodir ekanligini bayon qilib o'tyapti bu yerda. Shuncha narsalarga qodir bo'lgan zot insonni o'sha suvdan yaratgan bo'lsa, qayta tirilishdan ojiz bo'ladimi? Nahnu qaddarna baynakumul mauta va ma nahnu bimasbuqin. Biz o'zimiz insonni yaralishligini ham biz taqdir qilgan bo'lsak, shuningdek sizlarning o'rtalaringizda o'limni ham o'zimiz taqdir qilganmiz dedi. Bu narsada insonning hech qanaqangi roli yo'q. Qachon dunyoga keladi, qachon dunyodan ketib vafot etib ketadi. Bu hammasi Alloh taoloning qo'lida. Demak, sizlarni dunyoga kelishliginglarni ham, dunyodan ketishliginglarni ham biz hal qilganmiz deb Alloh taolo aytadi. O'zining qudratini bayon qilib o'tyapti. Va ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Qo'limizdan qochib ketolmaysizlar. Ya'ni agar biz sizlarning sifatinglarni boshqacha qilib qo'ymoqchi bo'lsak, masalan, inson doim yoshligini saqlab qola oladimi? Yo'q. Bolaligini saqlab qola oladimi? Yo'q. Yoki yosh kattaligida ham o'lmasdan turib qola oladimi? Yo'q. Demak, inson bosqichma-bosqich dunyo hayotida hayotini yashab o'tadi, shu bilan ketadi. Bir narsani o'zi mahkam tutib qola olmaydi. Demak, biz sizlarni shakllaringizni o'zgartirib qo'yishlik, vaqtlaringizni o'zgartirib qo'yishlikka da bizdan hech qaysi birlaringiz chetda qolmaysizlar dedi. Biz bunga albatta qodirmiz, hech qaysi birlaringiz bizni qudratimizdan chetda qolmaydi. Demak, hammani ustida Alloh taolo o'zi tadbir qilib boshqaradi. Va nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Sizlar bilmaydigan narsalarda biz yana sizlarni qaytadan paydo etadigan bo'lsak, biz bundan ojiz emasmiz. Hattoki vafot etadi inson. Vafot etgandan keyin yana xuddi shu dunyodagi bo'lgan holatda Alloh taolo ularni oxiratda qayta tiriltiradi ham. Bu narsalarda hech qaysi bir kimsa chetda qolib ketmaydi dedi. Haqiqatdan inson qayerda yashab o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda u jon taslim qiladi, suvni ostidami, havodami yoki bo'lsa portlab yo'g'ib ketadimi, albatta Alloh taolo uni yana qayta tiriltiradi. Ya'ni hech kim chetda qolib ketmaydi deb aytdi. Ana o'shandek Alloh taolo insonlarni tug'ilishi-yu, hayotda yashab o'tishi bo'lsin, o'limi bo'lsin, o'limidan keyingi holati hammasini Alloh taolo o'zi tadbir qilib boshqarar ekan. Va laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dar haqiqat sizlar avvalgi yaralishni bildilaringiz. Odam alayhisalomdan Odam alayhisalom yaraldi mana. Tuproqdan yaraldi. Undan keyin sizlar o'zlaringiz embrion bo'lgan holatda bachadonda bosqichma-bosqich yaraldilaringiz. Bu narsalarni bildilaringiz. Kim farzandi, qachon tug'iladi, bu narsalarni hammasini bildilaringiz. Falawla tadhakkarun. Endi oxiratga iymon keltirishda mana shu narsadan o'zlaringizga xulosa olsalaringiz bo'lmaydimi? Shu narsalardan o'zlaringizga eslatma olsalaringiz bo'lmaydimi deb Alloh taolo aytadi. Bu Voqea surasining tafsirini qilib o'tgan bo'ldik. Mana shu Alloh taolo bizlarga juda muhim bo'lgan narsalarni bayon qilib berdi. Inson oqibatiga inson qanchalik ishonadigan bo'lsa, qanchalik u haqida biladigan bo'lsa, erinmay, tolmay xizmat qiladi. Allohning dini uchun xizmat qiladi. Zerikmay ibodat qiladi. Sababi u beriladigan mukofot inson doim xayolida bo'ladi. Ko'z oldidan qochmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bu narsalarni ko'p zikr qilib o'tgan. Alloh taolo barchalarimizni jannatga kiradigan toifalar orasida qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.